нас есть рубрика «10 глупых вопросов к эксперту». Если мне пишет рекрутер, а я не ищу работу. E'tibor bermasangiz ham bo'ladi, lekin men ikkita sababga ko'ra javob berishni tavsiya qilaman. Hatto 3 ta. Birinchidan, bu shunchaki odob. Agar sizga kimdir yozsa, rahmat aytib, aktual bo'lmasa, ish qidirmayapman deyishingiz mumkin. Lekin bu masalan keyingi muloqot uchun juda muhim. Agar aktiv ish qidirishni boshlasangiz, aloqaga qaytishingiz mumkin. Ikkinchi sabab, agar siz baribir intervyuga borsangiz, bu juda muhim. Chunki har qanday intervyu bu amaliyot. Intervyudan o'tish ko'nikmasi xuddi sport zalidagi bitseps kabi mashq qilinadi. Qancha ko'p shug'ullansangiz, shuncha kattalashadi. Bu yerda ham xuddi shunday. Birinchidan, nega intervyuga borish kerak? Chunki bu amaliyot. Ikkinchidan, bozordagi umumiy vaziyatni tushunib olish kerak. Balki sizga yaxshiroq sharoit, yaxshiroq jamoa yoki ko'proq maosh taklif qilishar. Shuning uchun bunday qilmaslik kerak. Uchinchidan, bu shunchaki mutaxassis sifatida bozorda nimalar bo'layotganini tushunib borish, dunyoqarashni kengaytirish uchun muhim. Agar sizga to'g'ri kelmaydigan taklif yozishsa ham, masalan siz backend dasturchisiz-u, lekin stekingizga to'g'ri kelmaydigan taklif yozsa ham, baribir chiroyli qilib rahmat aytib, rahmat, lekin bu taklif men uchun emas deb qo'yganingiz yaxshi. Bu normal holat, chunki sizga qiziq bo'lgan ko'p odamlar, karyerangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lganlar siz bilan hali tanishmas. Bular rekruterlar, potensial menejerlar, bo'lajak hamkasblaringiz. Masalan, siz Google'ga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, rekruterlarni kontaktlaringizga qo'shishni tavsiya qilaman. Keyin sohangizdagi odamlarni, analitiklar, dasturchilar, testlovchilar va hokazolarni yo'nalishingizga qarab. Bu normal holat. Oldin ular ishlardi. Bundan tashqari, profilingiz bilan bog'liq asosiy hashtaglarni ko'rsatish mumkin edi. Muallif rejimi yoki creator mode degan rejim bor edi. O'tgan yillar oxirlarida, taxminan yilning o'rtalaridan ular bu funksiyani olib tashladi, LinkedIn olib tashladi. Shuning uchun hashtaglar avvalgi muhimligini yo'qotdi, lekin ko'pchilik ularni postlarda hashtag orqali kerakli xabarni topish uchun ishlatadi. Masalan, job search kabi. Ularning ahamiyati sezilarli pasaydi, lekin postlarda ularni bemalol ishlatsa bo'ladi. Mumkin albatta, lekin bu sizning ish qidirish, yangi imkoniyatlar topish muammoingizni hal qilmaydi. Nega? Chunki LinkedIn rezyumedan farqli ravishda ancha ko'proq ma'lumot to'ldirish talab qiladi. LinkedIn ko'proq, aniqrog'i matn hajmiga nisbatan unchalik talab qo'ymaydi. Agar rezyume maksimum 1 yoki 2 sahifa, ya'ni juda qisqa va ixcham bo'lsa, LinkedIn esa albatta bu LinkedInda o'z tajribangiz haqida iloji boricha to'liqroq yozishingiz mumkin va kerak. Ko'nikmalaringiz, nashrlaringiz, kurslaringiz, malakangiz, tavsiyalaringiz va hokazolar haqida ham shunchaki nusxalab o'z holicha qoldirish endi ish bermaydi. 2025-yilda bu usul endi ishlamaydi. Shunday qilish mumkin. Profilingizda lokatsiyaga Berlinni ko'rsatsangiz bo'ladi. Masalan, Dubay, Barselona, New Yorkni. Bu orqali sizga rekruterlarning e'tibor berish ehtimoli ortadi. Ya'ni qidiruv natijalarida tez-tez chiqib turasiz. Lekin har qanday suhbatda, birinchi bosqichdagi screeningda har doim rekruterlarning mantiqiy savoli siz hozir qayerda ekaningiz va viza holatingiz qanday ekani haqida bo'ladi. Ya'ni masalan, siz Toshkentda yashaysiz-u, lekin Berlinda ishlashni xohlasangiz, jismonan hali Toshkentdasiz. Bu haqida doim rostini aytish kerak. Chunki bu aynan viza sponsorshipga ta'sir qiladi. Ya'ni ish beruvchi ko'rsatishi mumkin bo'lgan homiylikka. Agar u homiylik qilmasa, suhbat shu yerda tugaydi. Lekin men aldamaslikka tavsiya qilaman, ya'ni profilda mumkin, lekin jonli intervyuda yo'q. Эти подтверждения налогов, типа, Оля подтвердила, что ты знаешь Excel. Вообще кто-то читает? Ko'pchilik ko'nikmalarni tasdiqlashni tavsiyanoma bilan teng deb o'ylaydi. Ya'ni, sizni tanisam yoki tanimasam ham, lekin malakangizni tasdiqlasam, zo'r moliyaviy analitik ekaningiz, Excel bilan yaxshi ishlashingiz, dashbord vizualizatsiya qilishni bilishingizni, bu go'yoki tavsiya bergandek qabul qilinadi. Bu unday emas, chunki ko'nikmalarni istalgan odam tasdiqlashi mumkin, tavsiyalarni faqat sizni bilgan odamlargina yozishi mumkin. Siz uni qabul qilasiz yoki yo'q. Ko'nikmalarni tasdiqlash esa ancha keng tarqalgan narsa. Ularni ko'rishadi
ketganimi yoki yo'q, ilgari ular aniq hisobga olinardi. Qidiruv natijalarida tasdiqlar soniga e'tibor berilardi. Hozir bunday emas. Buni rekruterlardan so'raganimda, hech kim sizga qanday ko'nikmalar borligiga yoki qancha tasdiq olganiga qaramaydi. Hamma tajribaga, necha yilligiga, stekka qaraydi. Ya'ni biror sohaviy ekspertizangizga, ko'nikmalaringizga emas. Ko'nikmalar bu shunchaki hashtaglar to'plamiga o'xshash narsa. Qidiruvda tez-tez chiqib turishingiz uchun kerak bo'ladigan kalit so'zlar to'plami. Если я просто нажму откликнуться и все, работа сама придет. Ha, balki shunday variant ham, imkoniyat ham bordir. Agar shunchaki ariza yuborsangiz va sizda juda kuchli rezyume, tajribangiz zo'r bo'lsa va siz tamom, super yulduz, 100 mingtadan bitta bo'lsangiz, albatta ish sizni o'zi topadi. Ariza yuborishingizga ham hojat qolmaydi. Kerakli kompaniyalar sizni o'zi qidirib topadi va chaqiradi. Bunday muvaffaqiyatli holatlar juda ko'p. Lekin agar qidiruv strategiyasi, faol qidirish haqida gapiradigan bo'lsak, shunchaki bir marta ariza yuborib kutish bu ish bermaydi. Ya'ni rezyumeni lavozimlarga moslashtirishni bilish kerak. Kursga referallarni topishni bilish kerak, xususan LinkedIndagi rekruterlarni ham. Buni aynan o'z kursimda gapirib beraman. Buni qanday qilish, qanday qilib muvaffaqiyatli bajarish to'g'risida. Ya'ni strategiya bo'yicha harakat qilish va bu ertami kechmi kerakli miqdordagi intervyular va takliflarga olib keladi. Open to work. Это как я в отчаянии, возьмите кто-нибудь. Menimcha open to work ni yoqish bu uyatli emas, normal holat. Ko'pchilik buni umidsizlik belgisi deb hisoblaydi. Ayniqsa agar siz top menejer, ko'p yillik tajribaga ega, obro'li inson bo'lsangiz. Qanaqa menejersan o'zi? Shunchaki do'stlaring, tanishlaring, sobiq hamkasblaringga qo'ng'iroq qilib ish topa olmaysanmi? Menimcha unday emas, chunki bu muhim. Open to work ikki xil bo'ladi: yashirin va ochiq. Ochiq turi yashil ramka bilan belgilanadi. Ochiq tur hammaga ko'rinadi. Researcherlarga ham, professional LinkedIn rekruter litsenziyasi yo'q rekruterlarga ham. Yashirin open to work ni esa birinchi navbatda professional litsenziyaga ega rekruterlar ko'radi. Shu sababdan open to work shunchaki radarda ko'rinishingizni oshiradi. Lekin bundan aql bilan foydalanish kerak. Agar siz rahbar sifatida boshqalarni ortiqcha ishlashga undayotgan bo'lsangiz, o'zingiz esa boshqa ish izlab open to work belgisini qo'ygan bo'lsangiz, savollar tug'ilishi mumkin. Сколько нужно LinkedIn друзей, чтобы стать успешным? 500 или как ВКонтакте, чем больше, тем круче? Bu LinkedInda muvaffaqiyatni qanday mezonlarga qarab o'lchashingizga bog'liq. Rekruterlarning radariga qanchalik tez-tez tushsangiz, shuncha yaxshi. LinkedInda 30 mingtagacha kontakt, do'stlar qo'shish mumkin, lekin followerlar soni cheklanmagan. Muvaffaqiyatliroq bo'lish, ya'ni ko'rinuvchanlikni oshirishni gapiradigan bo'lsak, LinkedIn rekruterda umumiy kontaktlar degan tushuncha bor. Agar rekruterlar siz bilan 2 ta, 3 ta, 4 ta 10 ta umumiy kontakti borligini ko'rsa, qidiruv natijalarida siz boshqa odamlardan yuqoriroqda chiqasiz. Shunchaki siz u bilan bitta odam orqali tanish bo'lganingiz uchun. Shuning uchun networkingizni kengaytirish mumkin va kerak. Yuqorida aytganimizdek, notanish odamlarni ham qo'shish lozim, lekin kontaktlarni o'ylab qo'shish kerak. Qayerda bo'lishni xohlasangiz va hozir qayerda bo'lsangiz, shu joydagi hamkasblarni. Bu juda mantiqli. Если мне отказали в вакансии, можно ли удалить рекрутера из друзей и из жизни? Albatta mumkin. Hatto ular menga javob bermadi, meni xafa qildi deb keskin post ham yozish mumkin, lekin nimaga? Bu bilan qanday maqsadni ko'zlayapsiz? Shunchaki dunyoni adolatsiz deb aytish, sizni payqashmadi, sizni qadrlashmadi. Menimcha ish qidirish har doim baribir ikki tomonlama jarayon. Sizni baholashadi, siz ham baholaysiz. Agar qayergadir to'g'ri kelmasangiz, hech qisi yo'q. Axir biz $100 emasmiz-ku, hammaga yoqishimiz shart emas. Shunga shunchaki oldinga harakatlaning, qandaydir negativ holatlarga vaqtingizni sarflamang. O'sha energiyani samaraliroq narsaga sarflagan yaxshi. E'tiborni ish qidirishga va hayotingizni yaxshilashga qarating. Одиннадцатый вопрос. Давай. Что за таинственный SSI? Это как кредитный рейтинг, но для моей карьеры. SSI bu Social Selling Index, bu LinkedInning ichki indeksi bo'lib, profilingiz va o'zingiz qanchalik faol ekaningizni ko'rsatadi. Unda 4 ta asosiy parametr bor. Bular: profilingizni to'ldirish bilan, faollik, layklar, izohlar, repostlar bilan, kerakli odamlarni qidirish va qo'shish bilan
hamda munosabatlarni o'rnatish bilan bog'liq. Masalan, siz odamlar bilan yozishasiz, ularni yangi ish bilan, tug'ilgan kuni bilan tabriklaysiz va hokazo. Aslida bu indeks shunchaki sizning qanchalik faol ekaningizni ko'rsatadi, lekin bu qidiruv natijalariga ta'sir qilmaydi. Bu narsani ko'plab rekruterlar va konsultantlar allaqachon isbotlagan, ya'ni aniq bog'liqlik yo'q. SSI ga qarasa bo'ladi, lekin har bir foizni kuzatib, 100 balli shkalada 100 qilishga harakat qilish shart emas. Aslida vaqtni kerakli kompaniyadagi kerakli odamlarni topishga sarflagan yaxshiroq. Ularga yozib, lavozimga tavsiya qilishlarini so'rash kerak. Bu ancha samaraliroq bo'ladi. Yo'q, savollar ahmoqona emas ekan. Endi ahmoqona bo'lardi, bilmadim. Masalan, men vakansiyaga ariza yubordim, keyin fikrimdan qaytdim. Arizamni qaytarib olsam bo'ladimi, deyilsa. Rekruterlar haqidagi savol ham qiziq bo'ldi. Agar u menga yoqmasa, uni do'stlarimdan yoki hayotimdan o'chirib tashlasam bo'ladimi? Katta rahmat.